Assalomu alaykum. Pinabldan uy qilaman, imorat qilaman deganlar uchun xudo xolisa bugun pinabloglarimizni ko'rsatamiz. Xo'p. Bu o'sha xadoy razmerdagi pinabloglarimiz. Xo'p. Bunaqasiga 20 sm, 30 sm va uzunligi 60 sm. O'sha xadoy uylarga, veriminka, imoratlarga ishlatilayotgani. Bu latogimiz. Bu latogni ko'pchilik biladi. Ko'rgan permishkalarga, hop, uy ustiga sismalarga ishlaydi bu. Buni ham razmeri, ichki razmeri hop 15. Bunaqasiga 15 bu. Hop, buni tashqi razmeri bu katta pinablogimiz bilan bir xil bu. Tibada tumbalarimiz. Tumbalarimizni ham ko'pchilik ko'rgan va bilgan o'sha uyda burchaklariga, hop, o'shanaqa joylarga ishlatiladi. Keyin tumbamizda ko'pchilik uyda eshiklarini ikki yoniga ham ishlatishyapti. Misol, uni tepa tomoni qalinligi 5 sm. Agar 1 metrlik eshik bo'ladigan bo'lsa, buni eshikni ikki tomonidan terib, hop 90 sm tashlashadi-da, keyin bu qismini arradobda tashlashadi. Bu tepa tomonni arradobda tashlashgandan keyin eshikda ushlash uchun, eshikni ustanobka qilish uchun mustahkam poydevor hosil bo'ladi betondan. Va bu pinabloglarimizni ko'rish mumkin, qanchalik darajada burchaklari bir-biriga kelib turganini yoki sifatini ham sizlarga ko'rsataman. Mana qo'lim qanchalik darajada botyapti yoki botmayotganini. Evet. Hozir bu pinabloglarimiz Qashqadaryo Sharsabzda chiqib turibdi va Qashqadaryo bo'ylab dastlabki qilib ham beryapmiz. Qarshi, G'uzor, Kosongacha ham kelishilgan holda dastlabki qilib beryapmiz. Shu atrofda ham dastlabkamiz bor. Olingan qishda dastlabki qilib beramiz uygacha. Keyin bizning eng katta qulayliklarimizdan biri, ko'pchilik bizga musofirdan turib telefon qiladi. Shuncha pinablok kerak, uyimizga shuncha pinablok ketadi. Uyda oilam bor, uyda erkak kishi yo'q, o'zim musofirdaman deydiganlar uchun ham olib borib tushirib ham beryapmiz, kelishib. Hozir bu pinabloklarimizni joydagi narxi 11.000 so'm. 11.200 so'mdan yuklattirib berayotgandik. 11.000 so'mdan agar YouTube orqali chiqsa 11.000 so'mdan hop yuklatib beramiz shu yerda o'zida. Mana bu tomonda ham pinabloglarimizni ko'rishingiz mumkin. Hovlida kiyim joyga taxlaganmiz. Bularning hammasi qurigan, tax. Hozirda zagodovkamiz bor. Zakaz qilsalaringiz dastlabki qilib beramiz. Keyin pinablogni uyga borgandan keyin faqat ustalar tushirib olsa bo'ldi. Mashina izlashmaydi. Mashina o'zimizdan, mashinani yo'l pullarini o'zimiz beramiz. Bu tomonda taxta qo'yganmiz tagiga. Keyin ko'pchilik sifatini so'raydi. Mana shu pinablogimizda kecha bolalar bir-biriga otib, o'sha tepadan chiqib tashlashgandi. Uni videosini qo'yganimiz yo'q. Mana faqat mana shu burchagi singan xolos. Qattiqligini ko'rishingiz mumkin. Qanchalik darajada qattiqligini. Bu tomonda pergordkamiz o'sha. Buni ham razmerini aytib o'tib ketaman. Buni mana shu holatda 12 sm. Balandligi 30 sm, uzunligi 60 sm. Zakaz qilishingiz telefon nomerlarimiz, ko'pchilik Telegramdan, WhatsAppdan yozishadi. Telefon nomerlarimiz 97 587 30 40.